Ko'pchilik o'ylaydi, o'zim marketda daromad qilishim uchun Toshkent shahrida yashashim kerak yoki o'zim market ofisiga borib ishlashim kerak yoki yana qanaqadir onlayn bir nima vazifalar bajarishim kerak yoki tovarim bo'lishi kerak. Hamma har xil fikrga ega, lekin bularni hech qaysi to'g'ri emas, to'g'ri ham emas. O'zim market kimlarga to'g'ri keladi? Kim undan foyda qilib daromad ishla oladi? Keling shu haqida gaplashamiz. Uy bekalari, qanaqadir o'zini maxsus asosiy ishi bor insonlar, dekretdagi onalar, o'qituvchilar, qanaqadir yuridik kasblarda ishlaydigan insonlar yoki bir necha farzandi bor, bir nechta ishlaydigan insonlar, chet elda yashaydigan, o'sha chet elda ish qiladigan, O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan, qaytish niyati bo'lgan istalgan kasb egalari. Ya'ni bu uchun o'qimishli bo'lishingiz ham yoki qanaqadir joyi bitirgan, qanaqadir sohalarni tushunadigan inson bo'lishingiz shart emas. Shunchaki daromad qilishga motivatsiyangiz, maqsadingiz bo'lishi yetadi. Va yaxshigina sabrli, biznesga ozgina pul topishga qiziqadigan odam bo'lishingiz kerak. Nimaga unaqa deydigan bo'lsangiz, aynan men o'zi boshqalarni bilmadim. Mega o'zim kursimda har xil odamlar o'qishgan va har xil odamlar daromad qilishyapti. Sizga boya yuqorida sanab o'tgan hammasidan bor va ular kuniga mana shu 1-2 soatini ajratadi. Istalgan joyda yashab, istalgan joyda turib, istagan vaqtda shu saytga bir necha soatga kirib, men o'rgatgan narsalarni qilib, tovarini sotuvini oshirib 2x, 5x, 10x undan daromad qilishyapti. Shuning uchun agar siz qanaqadir menga bo'lmaydi, menga to'g'ri kelmaydi yoki qanaqa qilarkin, men o'zim nima bo'larkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda men sizga aytaman, faqatgina daromad qilishga kuchli motivatsiyasi bo'lgan, bu narsani juda ham kuchli xohlaydigan har qanaqa insonga to'g'ri keladi va mega o'zim kursim bunga yordam beradi. Biz jamoamiz bilan 20 kishidan oshiq bo'lib, siz uchun harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan mega uzum kursini ichida o'zi nimalar bor, nimalar kiradi va o'zi men nimani o'rganaman degan savolingizga javob olamiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Qisqacha aytib o'tib ketaman. Meni mega uzum kursim mana shu uzum marketda 3 yillik tajribam asosida qurilgan va hozirgi paytga kelib mingdan oshiq odamlar bu sistemada o'qishdi. Unisida biz takomillashdik, rivojlandik va o'quvchilar uchun eng tez foyda beradigan va minusga olib kirmaydigan, faqatgina daromad qilish yo'liga olib keladigan maxsus yo'l xaritasini chizib bo'lganmiz. Ya'ni bu kurs qanaqa tuzilishidan qat'iy nazar meni tajribam asosida o'zimni bosib o'tgan yo'lim, meni mingdan oshiq o'quvchilarim bosib o'tgan yo'llari asosida juda ham katta tajriba asosida yig'ilgan va u aniq sizni natijaga olib chiqadi. Bunga men oldindan aytaman, 100% emas, 200% emas, 1000% ishonchim komil. Demak, endi keling siz bilan bu kursni o'zi tarkibi nimalardan iborat, shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchi o'rinda bizda aytib o'tishim kerak, 14 ta modul bor kursda o'tadigan. 14 ta deganimga qo'rqib ketmanglar. Biz bu darslarni shu darajada tushuntiramizki, siz 14 taligini ham tushunmay qolasiz. Va birinchi o'rinda biz marketplace bilan ishlash, ya'ni o'zi u nima, mana uzum marketplace o'zi nima, unda qanaqa ishlash tartiblari bor. Uzumni o'ziniki qanaqa alohida, nima qoidalari bor. Mana shu narsalar haqida полный tushunchaga ega bo'lamiz va sizga ishlaydigan uzum saytingizni, Seller uzum sayti bor. Mana shu saytda nimalar joylashgan, qanaqa qilinadi, qayerdan pul ishlanadi, qayerdan tovar qo'yiladi, hammasini ma'lumotini beraman. Siz уже tasavvurga ega bo'lasiz, как ishxonani tanishtirgandek sizga uzum marketni tanishtirib beraman. Уже ikkinchi modulda biz uzum market bilan ishlashga qadam qo'yamiz, ya'ni unda qanaqa do'kon ochiladi, uni qanaqa to'ldiriladi, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Uzum marketda telefondan yoki kompyuterdan kirsangiz shunaqa turadi. Buni qanaqa qilib yasalishini men sizga o'rgataman. Endi qarang, biz uzum marketda tovar sotamiz, to'g'rimi? Undan bir necha barobar foyda qilib, o'shandan daromad qilamiz. Shuning uchun biz tovar sotuv uchun tovarimiz bo'lishi kerak qo'limizda. Siz bo'lishingiz mumkin, tovaringiz bor, yo'q. Lekin biz hamma uchun eng aktual, eng katta foyda qoladigan tovarlarni
olishi, sotib olishi, fabrikalari bilan gaplashishi, O'zbekiston ishlab chiqarishlari bilan ishlashi polniy 3-modulda o'rganamiz. Ya'ni siz o'zi marketda daromad qila olishingiz uchun, katta foydali, bir necha baravar foydali ko'ra olishingiz uchun qanaqa tovarlar kerak va uni qayerdan olish kerak? Qanchalik arzon olish kerak? Hammasiga nima kerak bo'lsa o'rgatamiz. Buning ichida arzon kargolar bo'ladi, Xitoydan olib kelish uchun, Xitoy fabrikalari bilan ishlaymiz. O'zi ishlab chiqarib sizga sotadi, hech qanaqa o'rtadagi olib sotarlardan olib yurmaysiz. O'zbekiston o'zini ishlab chiqarishlaridan olishni o'rgatamiz va buning uchun siz hech qayerga chiqishingiz shart emas, Xitoyga ham borishingiz shart emas, O'zbekiston bozoriga borib tovar olib kelib, qoplab ko'tarib kelishingiz shart emas. Hammasi sistemalashtirilgan, onlaynda uyingizda mana shunaqa joyda o'tirib, xohlasangiz любой joyda, ko'chada bo'lasizmi, uyda bo'lasizmi, shunaqa tartibda tovarlarni sotib olishni o'rgatamiz. Farqi yo'q. Bitta tovarni ham olsangiz bo'ladi, 1000 ta katta partiyalarda ham olsangiz bo'ladi. Chunki kurs davomida sizga kichkina bizneschani kattalashtirish yo'ligacha polniy hammasini o'rgatamiz va bu bilimlar hammasi uchun sizga yetarli bo'ladi. Endi 4-modulda aynan mana shu tovarlarni biz tanlashni o'rganamiz, ya'ni Xitoy bozorida ham, O'zbekiston bozorida ham bizda juda ham ko'p tovarlar bor. O'sha boshingiz aylanib qoladi, hammasidan foyda keladigandek tuyuladi, lekin unaqa emas. O'zi marketda tovar tanlash eng muhim faktor. Noto'g'ri tovarni arzonga olsangiz ham uni sota olmaysiz, qimmatga olsangiz ham uni sota olmaysiz. Ya'ni eng muhim faktor mana shu tovar tanlash bo'ladi. Sizga 2x, 5x, 10x tovarlar qaysi tovarlarligini 4-5-modulda o'rgatamiz. O'sha siz bu moduldan keyin tovarni qayerdan olish kerak? Katta foyda qoladigan tovar qaysilar? Zararga kirib ketadigan tovaringiz qaysilar? Umuman kirish kerak bo'lmagan tovarlar, ya'ni bozor to'li bo'lgan, siz u yoqqa tovaringizni olib kirib qo'ysangiz, sizga joy yo'q. Shu qaysi tovarlar va ularni eng arzon usulda olishni o'rganib bo'lasiz mana shu 5-modulda. Va endi bizda bilim bor, baza bor, tovar bor. Sizga tovarlarni tanlatib, o'zim shaxsan tanlab beraman. O'shalarni olib keltirishni o'rganamiz. O'sha 6-moduldan boshlab biz sizlar bilan o'zimga o'sha tovarlarni hisob-kitobini qilishni o'rganamiz. Ya'ni prosta men tovarni oldim, joyladim, bunaqasi ketmaydi. O'sha tovar biz nech puldan olamiz? Nech pulga joylaymiz? Bizga nech pul foyda qoladi? Nechta olishimiz kerak? Biza xohlagan foyda kelish uchun. O'shalar hammasini men o'zim o'rgataman. Ya'ni oldindan hali tovarga umuman pul tikmasdan, kimni pul bo'lishidan qat'iy nazar, tovaringizni hali o'zimga olib borib qo'ymasdan, joylamasdan polniy siz nech pul ishlay olishingizni bilib olasiz. Misol bo'lishi mumkin, bu tovarni biz sotib, mana misol 20 mingga olsak, biz buni 50 mingga sotib 30 ming foyda qilamiz. Lekin shunaqa tovarlar bor, uni 20 mingga olib, uni 150 mingga sotib 130 ming foyda ko'rishimiz ham mumkin. Va siz buni oldindan hisob-kitobini bilib, ajratib chertib olmasangiz, bila olmaysiz. Ko'p foyda qilish joyi turganda kam foydani tanlab qo'yasiz. Shuncha oldindan biz, misol 10 ta tovar tanlasangiz, hisob-kitobini qildiramizda, siz o'zi хотя бы ikkitasini eng katta foyda qoladiganini tanlasangiz ham 10 tadan keladigan foydani bittadan ham bemalol olib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi qarang, bizda tovar bor. Uni narxlashni o'rganib oldik. Endi nima qilish kerak? Endi uni o'zimga joylash kerak. Lekin joylaganda ham to'g'ri joylash kerak. Chunki sizni tovaringizni yozgan nomingiz, qo'ygan rasmingiz, qanaqa qo'ydingiz uni, polniy hammasi sotuvingizga ta'sir qiladi. Bundoqroq rasm qo'yib qo'ysangiz yoki zo'r rasm bo'lsa ham, klient jalb qilmaydigan bo'lsa, uni sotuv bo'lmaydi qo'ygan narxingizda, yoki nomini noto'g'ri yozib qo'ysangiz, kalit so'zda ishlatmasangiz, uni sotuv bo'lmaydi. Shuning uchun biz endi tovarni joylashni to'g'ri usulda o'rganamiz. Ya'ni to'g'ri nom qo'yish, ko'p klientlar qanaqa qilib sotib olish mumkin, to'g'ri uni rasmini joylash, ko'p sotuv bo'lishi uchun videolarini yasash, o'zini qonun qoidasi bor. Prostak yozib qo'ya olmaysiz, prostak rasmni любойni joylab qo'ya olmaysiz. Qonunlari bor, o'lchamlari bor bilan hammasini o'rganamiz. Misol uchun men buni hozir bunday tushib qo'ysam bo'lishi mumkin, lekin sotilmaydi. Shu qanaqa tovarlarning rasmi sotiladi, hammasini o'rganasiz. Top sotuvchi bo'lish darajasi mana shu 7-moduldagi darslardan boshlanadi.
Xo'p, 8-modulda hamma olgan bilimimizni endi amaliyotiga o'tamiz. Ya'ni tovarimizni olgan bilimimiz asosida joylaymiz. Mana bunaqa uzumda ko'rsangiz bo'ladi, tovarlar qator turadi-yu, rasmi, nomi, keyin narxlari bilan. Xuddi shu narsani endi biz o'zimiz kiritamiz. Ya'ni buni siz aynan o'zingiz qilasiz hammasini. Demak, 8-modulda shuni narxlash, qanaqa qilib rasm joylash, kartochkani yaratish deyiladi bu narsa. Shu turgan narsa rasm, kartochka deyiladi. Shuni qilishni o'rganamiz. Kartochkani yaratdik, ya'ni tovarimizni uzumga joylashni o'rgandik va biz uni sizga qildiramiz. Ya'ni kurs davomida men sizga hozir aytayotganlarimni birga qilamiz siz bilan. Siz prosta o'rganib ketmaysiz. Mana shu 9 ta modul o'tyapmizmi? Shularni уже siz qilib bo'lasiz. Ya'ni sotuvga tayyorlayapmiz sizni. Endi 9-modulda tovarni sotish usullari bor. Misol, onlayn sotish usuli bor, umuman omborga olib borish usuli bor. Omborga olib bormasdan ham, misol, men bu tovarni ham men o'zimda sotsam bo'ladi, yonimda turgan tovarni ham. Shuni o'rganamiz. Xohlasangiz chetdan turib, xohlasangiz omborga olib borib, xohlasangiz qo'lingizda umuman yo'q tovar. Misol, sotuvchida bor, sizda yo'q. Sotilgandan keyin sotuvchidan olish orqali ham shu usullar bor. FBS, DBS, FBO deyiladi. Shularni o'rganamiz. Endi qarang. Sotuv usullarini o'rgandik. Endi bizda marketplace'da mana shu katta savdo qilish uchun, katta daromad qilish uchun, top seller bo'lish uchun bizga marketing kerak. Ya'ni uni уже biz biznesga aylantirishimiz kerak. Prosta tovarimizni qo'yib qo'yib sotish emas. Prям biznes qilishimiz kerak. Ko'p sotishimiz kerak. O'shaning uchun 10-chi, 11-chi, 12-chi modullarning hammasida marketing o'rganamiz. Qanaqa qilib top sotuvchi bo'lish, sotuvni oshirish katta daromad qilish. Tushundingizmi? Bu narsalarni polniy siz kurs ichiga kirganda sekin-sekin tushunib ketasiz. Endi qarang, bizda 13-modul bor va 14-modul bor. Bular 14-modulida tovarlarni o'zimga bilasiz, prosta takib shuningda olib borib qo'ya olmayman. Buni upakovka qilishim kerak. O'sha upakovkani qanaqa qilish kerak? Kiyimga, bijuteriya, aksessuarga. Chunki upakovkani ham noto'g'ri qilsangiz qaytarib yuboradi, brak bo'ladi, tovaringiz yo'qolib qoladi noto'g'ri upakovka orqali. Shu narsalarni oldini olish uchun biz to'g'ri upakovka qilishni o'rganamiz. Umuman yo'qolmaydigan qilib, qaytarib yubormaydigan qilib, skladga bittada qabul qilib yuboradigan qilib, klientga bittada to'g'ri yetib boradigan qilib upakovka qilishni o'rganamiz. Va siz o'sha viloyatdan turib tovarlaringizni agar omborga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsangiz, men omborga qo'yib qo'yaman deb o'sha yerdan o'zi sotilib ketursin. Misol, kuniga 15 ming ajrataman, bo'ldi, menga yetadi deydigan bo'lsangiz, unda mana shu viloyatdan turib yoki chet eldan yashab, Toshkentda turib, farqi yo'q. Yashash joyingizni shu usullarni ham o'rgatib ketamiz. Tushundingizmi? Ya'ni tovaringizni omborga saqlab qo'ysangiz, sizga kuniga 15 ming tam yetadi, savdoga ham bundoq qarab qo'yasiz, bo'ldi. Ana shu usulni viloyatdan, chet eldan qilishni o'rgatamiz. O'zimizning maxsus komandamiz bor. Ya'ni meni o'zimni maxsus viloyatdagi va chet ellar uchun mo'ljallangan komandamiz sizlar uchun ishlaydi. Shularni sizga tushuntiramiz, ular bilan qanaqa ishlash kerakligini. Va bu usulni prям viloyatdan, chet eldan turib ishlash, bu shaxsan meni o'zimni komandam qiladi. Boshqa kurslarda yoki hech kimda topa olmaysizlar. Shuning uchun, misol viloyatdan ishlasa bo'ladi desa, faqat meni usulim orqali bo'lishi mumkin. Endi keyingisi bu sizga bonus modul, 15-modul. Уже siz qachondir 100 million, 200 million, уже milliard оборот qilish, ya'ni daromad qilishni boshlaysiz. Shunaqa paytda siz soliq masalalari, ya'ni qancha siz nalog to'lashingiz kerak, nalog kamaytirish yo'llari bor. Sof foydangizni hisoblashingiz kerak. O'zi misol, men 100 ta tovar sotdim, nech pul menga foyda qilyapti? Bir oyda nech pul ishlayapman, bir haftada nech pul ishlayapman? Bu tovarimdan qancha foyda qoldi? Bunisidan qancha foyda qoldi? Mana shu narsalarni siz hisob-kitob qilib yurishni o'rganasiz va ishoning, bu uchun na matematikani bilishingiz kerak, na bir boshqa fanlarni yaxshi o'qigan bo'lishingiz kerak. Prosta menga kerak, men sizga o'zim buni shunday kalkulyator beraman. Shu kalkulyatorda hisoblashni o'rgatib qo'yaman. Prosta jadval bo'ladi. O'sha jadval ishlatishni o'rgatib qo'yaman. Shu orqali siz foydangizni ham, zararingizni ham, xarajatingizni ham va nech pul cho'mchagingizga tushayotganini ham bilib yurasiz, soliqlaringizni ham bemalol hisoblay olasiz. Ya'ni umumiy holatda 0 turgan bo'lsangiz, umuman hech narsani bilmasangiz, sizni 100 million, milliard оборот qiladigan tadbirkor bo'lish darajasigacha ham bizning kursda hamma bilimlar yig'ilgan. Va siz
100% hozirgi aytgan narsalarimni hammasini tushungan bo'lishingiz ham shart emas. Просто ishoning, что bu modullarning hammasidan уже 1000 ta odam o'tib bo'lgan, mukammal qilib tuzilgan. Bu yerda sizga bizda har xil tariflar bo'lsa, hozir men sizga kursni tariflarini, turlarini aytaman. Hammasi sizni natijaga olib chiqa oladi. Tushundingizmi? Keraklar endi sizga mega uzun kursimizni qanaqa tartibda o'tilishini tushuntirib ketaman. Chunki hozirgi paytda onlayn kurslar ko'p, hamma уже standartni kurslarga o'rganib qolgan. Lekin meni mega uzun kursim hech qaysi kursga o'xshamaydi. Men o'zimning sistemam bor va men shunaqa sistemada juda ham ko'p daromadga ega bo'lgan o'quvchilarni chiqardim. Demak, kurs qanaqa tartibda bo'ladi? Biz har bitta modulni o'tayotganda darsimiz bo'ladi. Darsdan keyin siz bilan kuratorlar ishlaydi, kichik guruhlarda, 10 kishilik guruhlarda ishlaydi va sizga kamida 2 tadan kurator biriktiriladi. Siz kurator deyotganda, tushunmay, qanaqadir 3 million so'm oylikka o'tirib, sizlar savolingizga bilimsiz javob berib o'tiradigan odamlar emas. Sizga o'zimning shogirdlarim, ya'ni men bilasizlar, o'zimda top 1% ga kiradigan sellerman va men 3 yildan beri kursimda o'qigan o'quvchilarimni ular menga qaytib shogirdlikka yozilishadi. Komandada qolish uchun ularni men o'qitaman, darajaga olib chiqaman. Ya'ni уже 100 million оборотdan o'tishadi. Shundan keyin men ularga sizlarga yordam berishga ruxsat beraman. Tushundinglar? Ya'ni ular meni yonimda mendan nimadir o'rganib qolish uchun именно top sellerlar sizga yordam beradi. Просто takani kuratorchalar yoki qayerdadir oylikka ishlaydigan odamlar emas, ular o'zini daromadi bor. Unga meni beradigan pulim kerak emas. Shunchaki meni yonimda yurish ularga yaxshi bo'lgani uchun, qiziq bo'lgani uchun, doimiy bilim ola olish uchun sizga ham yordam berishadi. Ya'ni mendan o'gina, undan bugina bo'ladi. Shuning uchun ular jon kuydirishadi. Kursga qo'shilgandan keyin aynan sizda ham shunaqa imkoniyat bo'lishi mumkin. Ya'ni siz menga shogird bo'lib qolib, sizni biz o'stiramiz, birgalikda o'sasiz, darajaga chiqasiz men bilan. Keyin misol kurator bo'lib, boshqalarga ham o'zingizni bilganingizni o'rgatib, dalshi men bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Kurs umumiy 2 oy bo'ladi. Ya'ni birinchi oy nazariya, ya'ni sizga hozirgi men tushuntirib o'tgan modullarimni полный o'rganasiz. Ikkinchi oydan sizda savdo boshlangan bo'ladi. Savdoda qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha paytda поддержка bo'lamiz sizga. Chatlar qilib turamiz, qiyinchiliklar bo'lsa, savollaringizga javob berib turamiz. Ya'ni ikkinchi oy yana o'rganish emas, faqat amaliyot. Siz savdoga chiqib, daromad qilib olasiz mana shu ikkinchi oyda, tushunyapsiz? Birinchi oyda biz ham o'rganamiz, ham qilamiz. Sizga parallel qildiramiz. Tovar joylaysiz, olib borasiz. Bir oyda shu narsalarni qilishgacha boramiz. Ikkinchi oyda sotuvingiz sekin boshlanadi. Bir yilda sal ertaroq, bir yilda sal kechroq. Mana shu полный bir oy sizga поддержка uchun beriladi. Buni mana bunday qilish kerak, buni mana bunday qilish kerak deb savolingiz bo'lsa, aytib turamiz. Endi 2 oy o'tdi va keyingi oylarda sizda guruh bo'ladi, ya'ni bizani top sellerlar bor, chatimiz bor. Shu chatda siz qolasiz. Sizga aynan men bo'lmasam ham shu ikkinchi oydan keyin, ya'ni bo'ldim, tugadimi, keyinchi deydigan bo'lsangiz, sizda постоянный chat bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda yordam olishingiz mumkin undan. Tushunyapsizmi? Bu bo'yicha bizni qarshilik qilmaymiz. Bo'ldi, tugadi, xayr demaymiz. Постоянный o'sha guruhda yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Endi, demak, umumiy holatda kurs 2 oy, birinchisi nazariya, ikkinchi oy amaliyot. Va siz o'sha yerda o'zi daromadga kirishingiz kerak. Bizni o'rgatgan tartib bo'yicha qilsangiz. Endi qanaqa tartibda darslar o'tiladi? Sizga dars o'tiladi. Qanaqa dars o'tiladi? Ba'zida jonli, ba'zida yozib olingan darslar beriladi. Bu kursni yaxshi yetib borishga qulayligi bo'yicha tuzilgan. Darsdan keyin siz bilan kuratorlar ishlashadi. Vazifalaringiz bitta-bitta tekshiriladi. Tushunmagan joyingiz tushuntiriladi. Qo'shimcha chatlar bo'ladi kurator tomonidan. Bu kuratorlar просто kurator bo'lmaydi sizga. Meni shogirdim, men bilasiz, o'zimda top 1% ga kiradigan sellerman va meni 2,5 yildan beri dars berayotgan bo'lsam, men bilan baravar bo'lib qolgan shogirdlarim bor. Aynan shu odamlar sizga kuratorlik qilishadi. Чтобы komandada qolib, men bilan birga yana ham o'sish uchun. Men ularni oldin shogird qilganman, o'zligisi оборотga chiqib olishgan va undan keyin sizlarga ustozlik qilishiga ruxsat berganman va jamoada qolib
sizga bilim berishadi ular. Hech qanaqa 3 million 4 million oylik oladigan odamlar emas, ularga meni pulim umuman kerak emas. Ular men bilan qolish uchun qilishadi va kursda bu imkoniyat sizda ham bo'ladi. Ya'ni jamoada olib qolish degan tartib, o'qiysiz, bitirasiz, jamoada qolishni xohlasangiz, biz sizni kursda qayta o'qitish sharti bilan olib qolamiz va siz qayta o'qib, o'zingizni daromadingizni ham oshirasiz va bunda boshqalarga ham yordam berasiz. Tushundingizmi? Dars qachon bo'ladi, qaysi kuni bo'ladi, soat nechida bo'ladi? Darslarimiz o'rtacha haftasiga 2 marta, 3 marta bo'ladi. Kechqurun onlayn darslarimiz 9 da, offlayn darslarimiz u komanda yig'ilishiga qarab bo'ladi. Ya'ni onlaynmi, offlaynmi deydigan bo'lsanglar, onlayn darslarimiz hamma ishidan bo'shaganda 9 da boshlanadi. Offlaynni uje adminlardan so'rasangiz, yig'ilishiga qarab javob berishadi. Вот. Xo'p, kurs qaysi kuni, soat nechida, qanaqa tartibda bo'ladi? Onlayn, offlayn ikkala tartibda ham bor. Onlayn darslarimiz haftada o'rtacha 2-3 marta bo'ladi. Soat kechqurun 9 da boshlanadi. O'rtacha 1,5-2 soatlar bo'ladi. Uzog'i 2 soatga boradi. Endi sizda tabiiyki savol bo'ladi. Men UzMarketda savdo kursingizni o'qisam, mega o'zimda qancha daromadga chiqaman degan savol bo'lsa, men o'rgatgan sistemada qilsangiz, уже 2-oydan siz daromad qilishni boshlaysiz. Bizda o'quvchilar shu 2-oydan уже kirishadi, daromad qilishadi. Уже kerak bo'lsa kurs puldan ortiq ham chiqib ketishadi. Albatta bu o'zingizga bog'liq, ya'ni qancha miqdorda tovar qo'yishingizga, qanchalik darajada kurslarga yaxshilab e'tibor berib, vaqtida qilishingizda. Bizning hisoblagan vaqtimiz bo'yicha уже 2-oydan chiqishingiz kerak.